Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Frostmine. Bolalar, bugungi videoda biz hech nima qilmaymiz. Bu uyimdaman men. Kim bo'ldi bu erta tongdan? Mayli chiqib qolaylikchi. Sen yana keldingmi? Nima bora Qayimjon senga? Zerikishdan o'lyapman. Nima qilsak bo'ladi? Mana buni qilasan. Bo'ldi. Hammasi hal. Sen yaramas, menga qara. Nimaga erta tongdan kelib har doim meni uyquyimni, ajoyib kunimni buzasan? Zerikishdan o'lyapman dedim-ku. Nimadan? Qayta takrorla, tushundingmi? Sababni o'ynama, yo'qol. Iltimos, birga o'ynaylik ozgina. Pachoq. Sen meni pachoq dedingmi? Bugundan boshlab men seni qanchalik qiynayman. Bolalar, biz bugungi videoda Qayimjonni har kuni tinchini buzgani uchun rosa azoblaymiz-da. Hamma ishlarni unga qildiramiz bolalar. Qani bo'lmasam ketdik. Ha, ishla Qayimjon, ishla. Ishlamasang bilasan nima bo'lishini. Otib tashlamaysan seni. Mayli, ishla, tez. Mazza qilib yuboryapman o'zi ham. Buni ham ishla, mazza qilib ishla. Xo'pmi, tez ishla. Olmosni ham qaziysan, hammasini ishla, xo'pmi? Ishla. Bo'lmasa bilasan nima bo'lishini. Iltimos, otma. Mayli, ishlayman, hammasini ishlayman. Iltimos, otma. Shunaqa bo'lsin, xo'pmi? Hamma ishlarni qildirib chiqyapman bunga. Mazza. Iltimos, ishlamay. Charchab ketdim, onamga aytib beraman. Agar aytib bersang, seni bilasan nima bo'lishini. Mayli. O'ynab ishlab bo'lgandan so'ng o'ynaymiz, xo'pmi? Mayli. Sen bilan ana bu stadionda, maktabning stadionimi, shu yerda basketbol bir narsa o'ynaymiz, xo'pmi? Mayli. Sen tez ishla, tushundingmi? Ishla Qayimjon, ishla. Toshlarni hammasini ko'la, xo'pmi? O'zi ham mazza qilib yuboryapman borki, buni ishlatib. Mana buni qarang, qiynalayotganini. Men haqiqiy yovuzman. Ishla, xo'pmi? Ishla, ko'mirlarni qazi, xo'p. Ko'mirni qazi tez. Yupi. Tez qazi zumradlarni. Bolalar, Qayimjonga borku, endi oxirida o'zini eng yaqin do'sti bilan, mendan ham yaqin do'sti bilan urushtiramiz. Mayli, tez ishlasang chopmi? Tezlash, quyosh ham botyapti. Hozir shuni yaxshi qilib qo'yay. Kreativni qancha pulga sotib olganimni bilasanmi? Hali ham qarzga qotib qoldim. Mayli. Sen tezlashib ishla. Do'stim, sen shuni ko'tarsang kam bo'lmaysan, qara. Mazza, yengilgina, ozgina, tushundingmi? Ko'taraver. Bo'lmasa, tushundingmi? Mayli, iltimos, otma, ko'taraman. Qayimjonni qarang, beli og'rib, mana bunaqa qilib qoldi. Nima bo'ldi senga? Bu orqadan nimadir qishyapti-da. Birovni ko'targim kelyapti, shu darajada og'ir yuk ko'targanimdan. Senga minsa bo'larmikan o'zi? Minib bo'lmadi. Boshqa narsa mina oladimi? Bilmadim, minish kerak yelkamga. Mayli. Yana ishlaring bor, bilasanmi? Ha, bilaman. O'zi ham juda mazza qilib yuboryapman. Buni qiynagandan borki, ter, hammasini ter. Bechorani beli og'rib ketgandir-a. O'ylab qarasam, bir oltinni qazdirmabman. Oltin hozir Elon Muskga raqobatchilar topiladi. Bolalar, endi kartga qolib ketdi. Kartishgan ham bo'l, keyin do'sting bilan ushlasan. Ur Qayimjon, ur basharasiga. Qayimjon basharasiga. Sol bir-biring go'shingni ye, onasini yemsin. Mana Qayimjon, ur Qayimjon, ur, nima qilyapsan? O basharasiga. Bola, Qayimjonga hamma ishlarni qildirdik, mana. Ekranga qara. Bola, ko'rdinglarmi? Bu juda ham qiyin emas-ku, lekin yaxshi zo'r bo'ldi borku. Mazza qilib yubordim o'zim ham. Endi kelishganimizda biz basketbol o'ynaymiz. To'xtab tur-da, maydon bormikan bir ko'raylik. Yo'q, basketbol ham, futbol ham bor ekan, futbol ham o'ynaymiz, xo'pmi?
Mayli, futbolga qiziqaman. Kecha Portugaliya O'zbekistonni yutib qo'ygani uchun. Iya, sen o'sha hazilingga bor-ku. Nima deding? Portugaliya yutdi. Ronaldo 2 gol urdi, tushundingmi? Sen darvozaga tur, men tepaman hozir. Qara, tepaman. Gol uraman men hozir senga. To'rayevda zarba. Iya, bu ulardan qo'rqdi shekilli. Hozir ularning boshini yoramiz buni to'p bilan. Mana. Iya. La'nati xitoyliklar ichiga beton tiqib ketishganmi to'pni nimada? Qayinjon menimcha uydadir. Borib ko'raylik. Bu eshikmi, darvozami? Maktab menimcha. Ha. Qayinjon ikkalamiz kelishimiz kerak aslida bor-ku bu yerga. Nimagadir dars aytgancha 3 oy javob-ku. Ertaga maktab, lekin bu yerda esa narsalar bor ekan, ko'rib chiqamiz. Maktabdir menimcha, agar maktab bo'lsa erta bu o'g'il bolalarniki menimcha endi ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yerda menimcha darsxonalar bor. Ha, ko'raylikchi, bor bo'lsa biz qayinjon ikkalamiz kelamiz bu maktabga. Ha, bor ekan. Lekin 2 kishilik. O'zi 2 kishilik kerak-ku bizga. Mayli, mana bu yerda o'tiramiz biz ertaga kelganda. Mayli, bu xonadan chiqamiz. Qayinjon yoqqa boramiz. Qayinjon bilan uchrashuv kerak. Boshqa ishlarni ham qildirib ko'ramiz. Agar ish bo'lsa. Mayli, ketdik. Qayinjon, sen bilan futbol o'ynay olmadik-ku, lekin mana bu bolalar attraksionida o'ynaymiz. Yuppi, yo'q. Ko'rdingmi? Qumdan yuqurdimmi? Ko'rdingmi? Sen qura olmading. Mayli, mana bunda uchamiz. Men uchaman, to'g'rirog'i sen. Bilmadim, xohlasang uch. Men senga o'xshab Denskiy emasman, tushundingmi? Detskiy dedingmi? Ha, albatta. Qo'shdim. To'xta, nima deyapsan o'zingni o'zing? Sen mendan qocha olaman deb o'ylaganmiding? Yaramas. Mayli. To'xta. Bu nimaga tegmayapti bu senga? Ha, bo'ldi. Nima deysan qayinjon? Keyingi videoda biz mana shu yerga katta bir yer qurib, zombilarni chaqirib, shu yerda qal'aga himoya qilib, shunaqa jang qilamizmi? Menga baribir qilsa qilaver. Men ishtirok etmayman. Nimaga ishtirok etmas ekansan? Men sendan xafa bo'ldim. Bugunning o'zida necha marta otding meni, iflos. Iflos deyavermasang-chi. Nima qilasan? Mana bittagina o'q. Bu bilan o'lib qolmaysan. Borku qayinjon, sen umuman yoqmayapsan, borku hazillaring ham yo'q. Shunchaki odam zerikyapti-da sen bilan. Unda men bilan o'ynama, mazza qilib yuraveraman men. Kim o'ynamoqchi sen bilan? Men YouTube kanalimga birinchi videom bo'ladi agar. Tushundingmi? Birinchi videodan ikkinchi videolarda sen chiqasanmi hali? Birinchi videoda yaxshi deb seni chiqaryapman. Ha, obunachilar, keyingi qismlar shu bola bilan bo'lsinmi yoki bo'lmasinmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Sen nima deysan, qayinjon? Albatta men bilan bo'layapti. Men bilan bo'lgan videolar odatda qiziqarli bo'ladi, tushundingmi? Meni shubham bor. Sen bilan bo'lgan videolar odatda xavfli, qo'rqinchli va dahshatli bo'ladi. Sen meni otganing bilanmi? Keyingi videolarda men ham kuchayaman, tushundingmi? Sen yo'yadigan bo'laman. Toshbaqani tuxumini xom sanabsan. Ko'rdingmi? Men qochoq bo'laman dedim-ku. Ko'rdingmi men qanaqa zo'rman? Bunchalar zo'r bo'lmasam. Qandayman? Ko'rdingmi? Seni yo'yaman bir zarbada. Rostdan aytyapsanmi? Ha, tushundingmi? Rostdan aytyapman. To'xtanglar, survivalga o'taylik-da. Survivalda urasanmikan sen meni? Mana. Ko'rdingmi? Hech narsa qila olmaysan. Men yo'yaman, shunchaki sen kreativdasan-da. O'qni yebsan. Men nimadaman? Survivaldaman. Mayli, sen menga kerak emassan, tushundingmi? Bo'ldi.
Bolalar, hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan bugun men Frostmine bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki bizga motivatsiya bo'ladi keyingi videolarni tez chiqarishda. Bolalar, iltimos, bu pulli emas. Iltimos like bosib qo'yinglar endi videoga, kanalga obuna bo'lib. Keyingi videolar nima haqida chiqsin va unda qishloqi, ya'ni Qayimjon ishtirok etsinmi? Shunaqa videolarni xohlaysizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Albatta. Hammaga xayr. Bugun Frostmine va Qayimjon bo'ldi. Va